Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan o'ylab o'ynaymiz o'yinimiz, ya'ni ko'paytirish jadvalidan misollar berilgan doskada va javoblari ham berilgan. Kim birinchi bo'lib, qaysi guruh birinchi bo'lib to'g'ri javoblarni o'z o'rniga qo'ysa, shu guruh g'olib hisoblanadi. Mana o'quvchilarimiz hozir ko'zlarini yumib yotishibdi. Har bitta guruhdan 6 tadan o'quvchi tanlab oldik. Shu o'quvchilar chiqib javoblarini, stikerlarni yopishtirishlari kerak bo'ladi. Qaysi guruh birinchi bo'lib bajarib bo'lsa, o'z ustunini to'ldirsa, shu guruh g'olib hisoblanadi. Tushunarlimi bolalar? Xo'p, boshimizni ko'taramiz. Qani unda 1, 2, 3 faqat har bitta misolni, masalan, ko'paytirish jadvalini aytib, keyin javobini aytib yoptirish kerak bo'ladi. Tushunarlimi? 1, 2, 3. G'olib guruh bu qator. Yaxshi, birinchi o'rin sizlarga, ikkinchi o'rin o'rta guruhga, uchinchi o'rin birinchi guruhga mana. Demak, ko'paytirish jadvalini tezlikda hisoblashni o'rganishimiz kerak ekan. Bundan keyin tezkorlik bilan, chaqqonlik bilan ko'paytirish jadvalini hisoblashni o'rganinglar. Tushunarlimi?